Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Bugun sizlarga ona bola sigirimizni ko'rsatamiz. Bugun hafta kuniga shanba 2026-yil 27-iyun. Mana bolasi novoz suti bor sigir ko'rsatinglar deganlar uchun mana bolasi novoz, o'ta ham chiroyli, baquvvat ko'rsanglar bo'ladi. Onasini ko'rsangiz bo'ladi. Birinchi bolasi novoz, hali kuragi yormagan. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Yelim holatlari juda ham zo'r. Bo'yi 1.10 chiqadi, 1.10, 1.20 chiqadi. Akalar ko'rsanglar bo'ladi. Hali kuragi yormagan akalar. Juda ham zo'r molimizni mana bolasini qaranglar, juda ham zo'r, chiroyli. Ko'ryapsizlarmi akalar? Buni narxiga keladigan bo'lsa, akalar, buni narxi 29,5 million, 29,500,000 akalar. Ko'rsanglar bo'ladi akalar, juda ham zo'r molimiz. Idishlarini ko'rsanglar bo'ladi akalar. Akalar vodiy bo'ylab dastavkasi ichida akalar, telefon qilaverasizlar akalar. Keyingi molimizni ko'rasizlar. Bu bo'g'oz, bo'yi 1.10, 1.15 chiqadi. Bu 7 oylik bo'g'oz akalar. Qaranglar, bu juda ham chiroyli, biqqada turadi. Do'mboq akalar, ko'rsanglar bo'ladi. Qarang, yelim holatlarini qarang, o'ta ham yuvosh akalar, ko'rsanglar bo'ladi. U qo'qib ketyapti. Buni narxiga kelsa akalar, bu 7 oylik bo'g'oz, bu 22 million. Dastavkasi ichida akalar, vodiy bo'ylab telefon qilaverasizlar akalar. Keyingi molimizni ko'rsatsak akalar, bu molimiz 4 oylik bo'g'oz. Buni ham narxi 22 million aka. O'ta ham yuvosh, yelim holatlarini ko'rsanglar bo'ladi. Mana akalar, qaranglar, o'ta ham yuvosh, bo'yi 1.15, 1.20 chiqadi akalar, ko'rib olasizlar. Qaranglar, juda ham chiroyli. O'zbekiston vodiy bo'ylab dastavkalari bor. Ichida dastavkasi akalar, telefon qilaverasizlar. Bunisi 22 million. Bu molimizni ko'rsangiz, bu ham 22 million. Ena bolasi novoz bular. Bunisini narxi 29 million. Akalar, pastdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida.